alaykum. Demak, bugun 37-chi seçimlarni ko'rib chiqamiz. Mavzuyimiz kuch momenti, muvozanat sharti. Birinchi masalada aytilyapti. O nuqta atrofida erkin aylana oladigan teng bo'limli bir jinsiy stержень rasmdagi kabi muvozanatda. Ipdagi taranglik kuchining kattaligi 50 newton bo'lsa, stерженьning og'irligi necha newtonga teng deyilyapti. Xo'p, demak, bir jinsiy bo'lgani uchun uni og'irlik kuchi o'rtasida, og'irlik markazi o'rtasida joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda pastga olgan og'irlik kuchini o'tkazamiz. Mana shuni hisoblashimiz kerak ekan. Xo'p, endi taranglik kuchi. Mana shu holatda taranglik kuchining kuch yelkasini topish biroz murakkab bo'lgani uchun biz uni ikkita tarkibiy qismga ajratib olamiz. Birinchisi mana bu y o'qdagi tarkibiy qismi tashkil etuvchisi y va mana bu yerda x o'qdagi tashkil etuvchisi bor. x. E'tibor beradigan bo'lsak, Tx ning aylanish o'qiga nisbatan kuch momenti 0 ga teng bo'lar ekan. Shu sababli biz buni inobatga olishimiz shart emas. Faqat Ty ning inobatga olsak bo'ladi ekan. Demak, mana bu og'irlik kuchining kuch momenti jismni soat harakatiga jo'natadigan bo'lsa, taranglik kuchining kuch momenti esa soat harakatiga qarama-qarshilik ekan. Bundan kelib chiqadi Ty ko'paygan uni kuch yelkasi 4 ta kadar ekan. Mana bunga ko'rinyapti mana. 4 barobar og'irlik kuchining kuch momenti P ko'paygan kuch yelkasi 2 ga teng ekan. Demak, Ty ko'paygan 2 bizga P ni beradi. Hisoblaymiz. P barobar Ty. Xo'p, burchak qarshisiga katni topish uchun biz sinus ko'paytirishimiz kerak. Shuning uchun Ty ning o'rniga T ko'paygan sinus 37 yozsam bo'ladi. Ko'paygan 2. Qiymatlari: taranglik kuchi 50 newton. 50 sinus 37 gradusda 0.16 ga teng, ko'paygan 2. Mana bular qisqarsa 30 60 newton degan javob chiqar ekan. B javob. Ikkinchi masalada O nuqta atrofida erkin aylana oladigan, og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli stержень rasmdagi kabi muvozanatda. Shunga ko'ra ipdagi taranglik kuchining kattaligi necha newtonga teng deyilibdi. Xo'p, demak, bu yerda mana bu 60 newton yukning og'irligi jismni soat harakatiga jo'natilar ekan mana bunday. Taranglik kuchining kuch momenti esa uni aksincha qarama-qarshi tomonga, soat harakatiga qarama-qarshi aylantirar ekan mana bunday. Xo'p, taranglik kuchining kuch yelkasini topib olamiz. Birinchi biz uning uchun ipga perpendikulyar tushiramiz. Mana shu tushirgan perpendikulyarning uzunligi bizga taranglik kuchining kuch yelkasini beradi. Chunki mana bunday taranglik kuch o'tkazilgan mana. Shu taranglik kuchi. Demak, taranglik kuchining kuch yelkasi mana bu har bir qismning uzunligini bir-birlik deydigan bo'lsak, 3 ko'paygan sinus 37, ya'ni 1/2 bo'lar ekan. 3/2. T ko'paygan 3/2 barobar bo'lishi kerak ekan. Hop, 60 uni kuch yelkasi 4 ga to'g'ri kelyapti mana bunday. Mana bular qisqaradi. 20 ko'paytmasi 80, bu 2 ko'paytirish bilan o'tadigan bo'lsa, T 160 newton ekanligi kelib chiqadi. Javob. Keyingi masala 3-sida rasmdagi teng bo'limli bir jinsiy stержень muvozanatda. Stерженьning og'irligi 40 newton bo'lsa, ipdagi taranglik kuchi necha newtonga teng deyilibdi. Xo'p, demak, stержень bir jinsiy bo'lguncha uning og'irlik kuchi o'rtasida joylashgan bo'ladi, og'irlik markazi. Demak, mana bu yerdan pastga olgan og'irlik kuchi bor bizda. P og'irlik kuchi 40 newton ekan. Xo'p, taranglik kuchi vertikal yuqoriga yo'nalgan. Xo'p, mana burchak mana shunday. Demak, og'irlik kuchining kuch momenti jismni soat harakatiga jo'natadigan bo'lsa, taranglik kuchining kuch yelkasi unga qarama-qarshi aylantirar ekan mana. Demak, P ko'paygan 3 ta birligi 3 kosinus 53 gradus bo'ladi. Chunki mana bu yerda topishimiz kerak biz. Mana shu. Keyingisini topishda esa mana bunday. Nuqtaga tushirsam, taranglik kuchining kuch yelkasi mana bunga to'g'ri keladi. Bu 6 ko'paygan kosinus 53 bo'ladi. T ko'paygan 6 kosinus 53 gradus. Kosinus 53 dan qisqarib ketsa, taranglik kuchi P/2 ga teng bo'lar ekan. Demak, 40/2 bizda bu 20 newtonga teng. Javob. Keyingi masala 4-sida og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli stерженьga o'zaro bir xil 6 ta jism rasmdagi kabi osilgan. Shunga ko'ra, stержень erkin qo'yib yuborilganda gorizontal muvozanatda qolishi uchun quyidagi amallardan qaysilarini bajarish mumkin deyilibdi. Hop, birinchisi P dagi jismlarni yerga ko'chirilishi kerak. Hop, P dagi jismlarni yerga ko'chirish kerak.
Xo'p, uning uchun chap tomondagi kuch momentini hisoblayman. Hammasini og'irligini bir xilda P deb olsam bo'ladi, bir xil jismda bo'lgani uchun mana bunday P, P, P. Xo'p, K jismning kuch momenti demak P ko'paygan K nuqtadagi jismniki 3 ta ekan kuch yelkasi plus keyingisi M nuqtada 3P og'irlikda kuch yelkasi 1 ga teng barobar. R nuqtaga ko'chiradigan bo'lsak, og'irligi 2P, kuch yelkasi 3 ga teng. Hisoblasam demak 6P, bu tomon ham 6P demak birinchisi to'g'ri. Ikkinchisiga o'tamiz endi. P ga o'zaro bir xil jismlardan yana bitta osilishi kerak. P ga o'zaro bir xil bo'lgan jismlar yana bitta osilishi kerak. Agar mana shu yerga yana bitta yuk osadigan bo'lsak, 3P ikkinchi tomon 3P ko'paygan 2 bo'lib yana 6P ga teng kelib chiqyapti. Ya'ni bunda ham muomala kelish ko'rinadi. Demak, uni ham olishimiz mumkin ekan. Uchinchisida K dagi jism elga osilishi kerak deydi. K dagi jismni elga osishimiz kerak ekan. Xo'p, K dagi jism mana bu yerga ko'chiriladigan bo'lsa, kuch momentini hisoblaymiz. Mana bu tomondagi kuch momenti, ya'ni soat harakati uchun ajratilgan kuch momenti bu 2P ko'paygan 2 ga teng barobar. Ikkinchi tomonda M nuqtaga osilgan yuklarning kuch momenti 3P ko'paygan 1 ga teng. L nuqtaga bitta osadigan bo'lsak, P ko'paygan 2 bo'lib, bu 5P bo'lib ketyapti. Bu mana bu yoqda 4P edi. Bu qanotdan tirmas ekan. Demak, bunisi xato. To'g'ri javob demak 1 va 2 bo'lib, D javobni qabul qilamiz. Keyingisi 5-da teng bo'limli Kyle Serjant birinchi rasmdagi kabi osilganda iplardagi taranglik kuchlarining kattaliklari 3T va T bo'ldi. Shunga ko'ra, ayni Serjant rasmdagidek osilganda iplardagi taranglik kuchlari kattaliklariga nisbati T1 taqsim T2 nechaga teng deyilibdi. Xo'p, demak, birinchi holatda jismning og'irlik kuchi demak iplardagi teng taqsimlanmayotgani sababli biz jismning og'irlik markazi uni o'rtasida deb emasligini aniqlasak bo'ladi. O'rtasida emasligini, o'rtasida bo'lgan teng taqsimlanadi. Demak, olaylik, uni og'irlik kuchi mana shu yerda bo'lsin. P. Mana shu yerda kuchlarning y kompleksini yozadigan bo'lsak, mana bu holatda y o'qni o'tkazib. Hop. Yuqoriga yo'nalgan 3T plus ikkinchisiniki T minus P teng 0 bo'ladi. Bundan jismning og'irligi 4 T ga teng kelib chiqyapti. Demak, mana bu 4 T ekan. Endi uning og'irlik markazi qayerda joylashganini aniqlashimiz kerak birinchi. Men shunchaga joylashtirib oldim. Men mana bu yerga aylanish o'qini joylashtiraman. Shunda mana masofa qandaydir x bo'lsin. Ana shunga nisbatan kuch momentini yozadigan bo'lsak, taranglik kuchining kuch momenti jismni soat harakatiga qarama-qarshi aylantirar ekan, og'irlik kuchini esa soat harakatiga aylantiradi. Demak, x ko'paygan 4t barobar bo'lishi kerak t ko'paygan 4 ga. Mana bular qisqarib ketsa, demak x 1 ga teng, ya'ni 1 birlik. Chap uchidan hisoblaganda 2 birlik uzoqlikda mana bu yerda joylashadigan og'irlik markazi demak. Mana bu uchun ham joylashtiraman demak. Mana bu yerda bo'lyapti. Mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, demak, misol uchun birinchi holatda mana bu yerda aylanish o'qi deb joylashtirsak bo'ladi. Yana bundoq. Shundan T2 topsam bo'ladi. T2 ko'paygan 6 birlik barobar T ko'paygan 2 birlik. Bundan T2 P taqsim 3 ga tenglik kelib chiqyapti. Keyingi holatda aylanish o'qini mana bu yerga nisbatan joylashtiramanda, ana shu yerga nisbatan yozadigan bo'lsak, T1 ko'paygan 6 birlik barobar P ko'paygan 4 birlik. Bundan T1 2P taqsim 3 ga tenglik kelib chiqyapti. Bizdan T1 taqsim T2 so'ralgan. T1 2P taqsim 3 ga teng, T2 P taqsim 3 ga teng. Qisqacha demak bu 2 ga teng ekan. S javob. Keyingi masala 6-da har birining og'irligi P bo'lgan o'zaro bir xil va bir jinsiy kublardan tuzilgan rasmdagi tizim muvozanatda. Shunga ko'ra ipdagi taranglik kuchining kattaligi necha P ga teng deyilyapti. Demak, bu yerda har bir yukning og'irligi bor aloqidadan P. Mana bu ikkasiniki bitta deylik, mana bu yerda joylashgan o'rtasida. 2P desam bo'ladi. Shunda og'irlik kuchlarning kuch momenti jismni soat harakati bilan aylantirsa, taranglik kuchini esa unga qarama-qarshi aylantirar ekan. Demak, taranglik kuchi ko'paygan, uni kuch yelkasi mana bu yerga to'g'ri keladi. 2 barobar P ko'paygan 1 taqsim 2 plus 2P ko'paygan 3 taqsim 2 bo'lyapti. Shunda
Mana bu ikkini qisqarsa 3p, mana yarim, demak bu 3/5p. Taranglik kuchi demak 3,5p taqsim 2. Bu degani 7p taqsim 4 ga teng degani. To'g'ri javob demak B javob bo'larkan. Keyingi masalada 6-sida og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli sterjen rasmdagi kabi muvozanatda. Shunga ko'ra, ayni sterjen quyidagilardan qaysi holatda muvozanatda bo'la oladi deyilibdi. Xo'p, demak birinchi biz x jismning og'irligi bilan y jismning og'irligini solishtirib olishimiz kerak. Xo'p, x jismning og'irligini x deb belgilab beradigan bo'lsam, mana bunday pastga yo'nalgan bo'ladi. Px mayli. Buniki demak pastga yo'nalgan y, mana bunda ham xuddi shunday y bor. Xo'p, mana bu y jismlarning og'irlik kuchini kuch momenti jismni soat harakati bilan aylantirsa, x niki esa qarama-qarshi aylantirar ekan. Demak, px ko'paygan 2 barobar bo'lishi kerak. Py ko'paygan 1 plus py ko'paygan 3 ga. Bundan 2 ta px 4 ta py ga teng bo'lyapti va pximiz 2py ekanligi kelib chiqyapti. Demak, jismlar muvozanatda turishi uchun keyingi holatda solishtirib chiqar ekanmiz. Xo'p, birinchi holatga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rsak bo'lar ekan, x jismning og'irligi katta bo'lyapti. Demak, u sistema muvozanatda turishi uchun y jismga nisbatan yaqinroq joylashtirilishi kerak. Ammo bizda uzoqroq joylashyapti. Shu sababli bu muvozanatda tura olmaydi. Keyingi holatda endi xo'p, aniqlaymiz. Y jismning og'irligini misol uchun p deydigan bo'lsam, bu 2p bo'ladi. Shunda mana bu yerda ham p bor. P ko'paygan 3 bilan 2p ko'paygan 2 ni solishtirsak, demak tenglik o'rinli emas, demak bu ham xato. Keyingi holatda demak mana bu yerda p bor, mana bu yerda ham p bor, mana bunda esa 2p bor. Buni kuch momenti demak 2p ko'paygan 3 bo'lib 6p ga teng bo'lyapti. Bularniki p ko'paygan 2, p ko'paygan 1 bo'lsa 3p bo'lyapti. Jami. Demak, bu ham muvozanatda tura olmasa kerak, tomonda kuch momenti teng bo'lishi kerak. Xo'p, keyingisi D holatda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerdan jami 2p yo'q 4p og'irlik bo'lar ekan, mana bunda esa p. Mana bularni kuch momentini hisoblaydigan bo'lsam, 4p ko'paygan 1 bo'lib, bu 4p ga teng bo'lyapti. Bu tomonniki p ko'paygan 1, 2, 3, 4. Bu ham 4p. Demak, bu muvozanatda tura olar ekan. Demak, to'g'ri javob D. Keyingisini ko'rishimiz ham shart emas. Keyingisida 8. O nuqta atrofida aylana oladigan teng bo'limli bir jinsiy jism F1, F2, F3 kuchlari yordamida alohida muvozanatga keltirilgan. Shunga ko'ra, F1, F2 va F3 kuchlarining kattaliklari orasidagi munosabat qanday deyilibdi? Demak, bu yerda har biri alohidadan qo'llanibdi va ana shu holatda jism muvozanatda turgan bo'lsa, demak, bu kuchlarning har biri hosil qilgan kuch momentlari og'irlik uchun kuch momentiga teng ekan. Ya'ni umumiy holda hammasining kuch momentlari bir xilligini ko'rsak bo'ladi bunda. Demak, birinchisi tushunadigan bo'lsak, ya'ni umumiy har bir hosil qilgan kuch momenti m deydigan bo'lsak, m birinchisi uchun demak bu F1 ko'paygan 3 ga teng. Ikkinchisi uchun yozadigan bo'lsam m barobar F2 ko'paygan 1 ga teng. Uchinchisi uchun yozadigan bo'lsak, bu F3 ko'paygan 2 bo'lyapti. Tizimda mana shu xulosalarimizdan ko'rinib turibdi. Eng kattasi bu F2, keyin F3 va F1 bo'lar ekan. Bunday to'g'ri javob demak C javob deb berilyapti. Keyingisida 9. Og'irligi p bo'lgan teng bo'limli bir jinsli jism O nuqta atrofida o'q yo'nalishida, ya'ni berilgan o'q yo'nalishida ag'darilmoqchi. Shunga ko'ra, jismni ag'darish mumkin bo'lgan eng kichik kuchning kattaligi necha p ga teng deyapti. Biz demak bu yerda og'irlik kuchi bo'ladi pastga yo'nalgan. Mana bunday p. Buni kuch yelkasi bor mana bu yerda mana. Bir yarimga teng. Endi biz kuchni shunday joylashtirishimiz kerakki, uni kuch yelkasi eng uzoqda bo'lsa, shunda u kuch eng minimal qiymatga erishishi mumkin bo'ladi. Uning uchun men eng uzoq nuqta O nuqtaga nisbatan mana bu yerda bo'lsam bo'ladi. Mana shu eng uzoq nuqta. Demak, endi ana shu o'qqa tik qoldi, men kuch joylashtiraman mana. Mana shu F. Demak, F uni kuch yelkasi. Pifagor qilishimiz kerak ekan, diagonal bo'lyapti. Bu tomon 4, bu tomon 3 bo'lsa, Pifagorga ko'ra 5 chiqadi. 5
barobar p ko'paygan 1/5. Bundan f 1,5 p taqsim 5 yoki 3 taqsim 10 p ga tenglik kelib chiqyapti. To'g'ri javob shunda A javobi. Keyingi masala 10-chisi. Teng bo'limli tekislikda og'irligi e'tiborga olinmaydigan sterjen rasmdagi kabi muvozanatda. Sterjen O nuqta atrofida erkin aylana olsa, ipdagi taranglik kuchining kattaligi necha p ga teng deyapti. Xo'p, demak, mana bu yukning og'irligi mana bunday. Uni kuch o'lchashi demak 2 birlik bo'lyapti. Taranglik kuchi esa mana bunday yo'nalgan. Buni davom ettiradigan bo'lsam, uni ham kuch yo'lkasi 2 birlik bo'lyapti. Demak, og'irlik kuchining kuch momenti jismni soat strelkasi deb uchalantiradi. Taranglik kuchining esa unga qarama-qarshi. Bundan p ko'paygan 2, t ko'paygan 2 ga tengligi. Bundan og'irlik kuchi t ga tenglik kelib chiqyapti. Demak, bitta p ga teng deb E javob olsak bo'lar ekan. 11-sida O nuqtadan ekan. O nuqtadan o'tuvchi tik o'q atrofida aylana oladigan gorizontal jismga F kuch qo'llanmoqda. Unga ko'ra, jismga ta'sir etayotgan kuch momenti vektorining yo'nalishi qaysi deyilibdi. Demak, bu masalani hal qilish uchun biz avval kuch momenti yo'nalishini ko'rsatishimiz kerak. Xo'p. Kuch momentining yo'nalishi demak, mana bu F kuchga ko'ra mana bundoq aylantiryapti jismni. Mana bundoq aylantiryapti jismni. Xo'p. Kuch momentini yo'nalishini ko'rsatish uchun biz o'ng qo'l barmoq qoidasidan foydalanishimiz kerak. O'ng qo'l barmoq qoidasini shu yerda qo'llaydigan bo'lsak, parma dastani mana shu kuch momenti yo'nalishida ko'rsatamiz. Aylanma harakat yo'nalishida ko'rsatamizda, aylantirganimizda parma dastasining ilgarilanma harakat yo'nalishi bizga kuch momenti yo'nalishini ko'rsatadi. Mana shu holat demak parma dastasi qo'llaniladigan bo'lsa, uning uchining ilgarilanma harakat yo'nalishi mana bu Y o'qiga mos kelar ekan. Plus Y yo'nalishida bo'ladi shunda S javob. 12-sida har birining og'irligi p bo'lgan o'zaro bir xil va bir jinsiy 3 ta sterjenning o'zaro yopishtirish natijasida hosil qilingan rasmdagi tizim muvozanatda. Sterjenlar O nuqta atrofida erkin aylana olsa, ipdagi taranglik kuchining kattaligi necha p ga teng? Sterjenlarning qalinligi e'tiborga olinmaydi deyilibdi. Xo'p, har birining og'irligi p dan ekan. Demak, ularning og'irlik kuchlarini qo'yib chiqaman. P bu ham p. Mana buniki ham xuddi shunday. P. Xo'p. Har bir bo'lagining uzunligini men L deb belgilayman. Mana bunday. L. Shunda birinchisining kuch yelkasi mana bu yo'lga to'g'ri keladi. Mana. Bu demak L taqsim 2 ko'paygan kosinusli kuch, ya'ni kosinusli kuch 0,6 ga teng. Hop, ikkinchisinikini yozadigan bo'lsak, mana bu yerdan ham balandga tushiraman. Shunda mana bu tomon L ko'paygan kosinusli kuch, ya'ni 0,6 ga to'g'ri keladi. Mana bu yerni aniqlaydigan bo'lsak, L taqsim 2 ko'paygan kosinus 37, bu demak 0,4 ga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Shunda mana tomoni ham xuddi shunaqa. 0,4 L. Hop, taranglik kuchining kuch momenti endi. Avval kuch yelkasini hisoblashimiz kerak ekan. Hop, birinchi og'irlik kuchini yozib olaylik shu yerda. Demak, birinchi cho'zaman P ko'paygan 0,3 L. Mana buniki. Endi ikkinchisiga o'tamiz. P ko'paygan kuch yelkasi mana bu yer 0,6 L, bu yer 0,6 bo'lsa, 0,6 bilan 1. Ya'ni L o'ziga teng. Plus oxirgisiniki demak 0,4 bo'lsa, bu yoq ham 0,4 ga teng. Jami 0,8 bo'lyapti. Bu yoq 0,4, 1,4 L ko'paygan P barobar bo'ladi. Taranglik kuchi. Endi taranglik kuchining kuch yelkasini hisoblaymiz. Xo'p, uning uchun nima qilamiz? Taranglik kuchi mana bunday ta'sir qiladi bizda. Demak, mana bunday o'tkazsam, uni kuch yelkasi mana bu yerga to'g'ri kelyapti. Uni hisoblash uchun men mana bu tomondan foydalanaman. Birinchi mana bu yer uzunligini topaman. Bu L ko'paygan sinusli kuch bo'lib 0,8 ga. Keyin mana bu yerni hisoblaymiz. Bu yer L ko'paygan sinus 37 bo'lib 0,6 ga. Mana bu o'zi L ga teng. Jami demak
1/6 bu bilan 2/4 bo'ladi. Yalla qisqarib ketadi hammasidan. Qo'shib chiqsam 1/3 2/7 p barobar 2/4 p tagiga. Taranglik kuchi shunda 27 p taqsim 24. 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam 9 p taqsim 8 ga teng kelib chiqadi. B javob. Keyingisi 13. Har bir bo'limning og'irligi p bo'lgan, qalinligi e'tiborga olinmaydigan bir jinsiy sterjen O nuqta atrofida aylana oladi. Sterjen muvozanatda bo'lgani uchun ipdagi taranglik kuchining kattaligi p necha p ga teng deyapti. Demak, buning uchun biz nima qilamiz? Xo'p, bu yerda ham taranglik kuchini kuchaylikasini topish biroz murakkab bo'lar ekan. Shu sababli men uni ikkita tarkibiy qismga ajratib olaman. Xo'p, birinchi tarkibiy qism mana bu yerdan chiqadi, mana bunday. Bu ta ko'paygan sinchiylik kuchi bo'lsa 0.8 ta ekan. Ikkinchi tarkibiy qism mana bu yerdan chiqadi mana. Bu 0.6 ta bo'ldi. Mana shunday. Xo'p, har bir bo'limning og'irligi p bo'ladigan bo'lsa, mana bu gorizontal qismning jami og'irligi 4 p, ularning og'irligi markazi taxminan mana shu o'rtasida bo'lsa bo'ladi. 4 p. Mana bu ikkasiniki o'rtasida deb mana bu yerda shu. Xo'p, bularniki mana shunday. Xo'p, bu yerda demak sistema soat harakati uchun ajratilgan kuch momentlari. Bu mana bu 4 p, 2 p va mana bu 0.6 taniki bo'lar ekan. Xo'p, hisoblab chiqamiz. 4 p, uni kuch yo'lkasi 2 ta kadek bo'lyapti. Plus mana bu yer 2 ta kadek. Keyin p, uni kuch yo'lkasi 4 ta kadek ekan. Plus taranglik kuchi 0.6 t ko'paygan uni kuch yo'lkasi uni taqsir chiziqni o'tkazadigan bo'lsa mana bunday. Mana bunga parallel bo'lgani uchun bu yer 2 kadakka to'g'ri keladi. Ko'paygan 2 barobar. Endi soat harakati qarama-qarshi ajratilgan kuch momenti bu 0.8 t. Barobar 0.8 t ko'paygan kuch yo'lkasi 4 ta kadek mana. Hisoblab chiqamiz endi 8 8 16 p barobar mana 1/2 bu esa 3/2 bu yoqqa o'tganda minus bo'lib o'tgani uchun bu 2 taga teng bo'ladi. Bundan taranglik kuchi 8 ta p ga teng kelib chiqyapti. Ha javob. Keyingisi 14. Uzunliklari teng va L ga teng bo'lgan bir jinsiy X va Y sterjanlarining og'irliklari mos ravishda 2G va G ga teng. Ustma-ust qo'yilgan sterjanlar muvozanatda bo'lish sharti bilan D uzunligi eng ko'pi bilan necha L bo'lishi mumkin deyapti. Demak, biz kecha ham xuddi shunday masala ko'rgandik va yuqoridagi jism muvozanatda turishi uchun uni og'irlik markazi mana bu nuqtaga kelish kerak. Mumkin edi. Va shunda mana bu yoq bizda umumiy uzunligining yarmiga teng. Yarmini olib kelyapmiz bu yoq. Demak, bu yer L taqsim 2. Xo'p, mana bu yerda endi men X deb belgilayman. Xo'p, mana buni ham og'irlik markazi o'rtasida bo'ladi. Xo'p, mana bu 2G, mana bu G. Xo'p, endi bizda mana tomon L taqsim 2 ga teng. Bundan mana bu oraliq L taqsim 2 minus X kelib chiqadi. Yozamiz. Soat harakati bo'yicha ajratilgan kuch momenti bu 2G ko'paygan X bo'ladi. Mana bu X desak barobar soat harakati qarama-qarshi ajratilgan kuch momenti G ko'paygan L minus L taqsim 2 minus X. G lar qisqarib ketadi. Bundan 2x barobar bo'lyapti. L taqsim 2 minus x ga bundan 3x imiz L taqsim 2 ga x o'zi esa L taqsim 6 ga teng kelib chiqadi. Xo'p, bizda D chizmada ko'rinib turibdiki, mana bu L taqsim 2 ga mana bu x ni qo'shsam, L taqsim 2 ga x ni qo'shsam chiqadi. L taqsim 2 plus demak L taqsim 6. Umumiy mahraj beradigan bo'lsak, bu 4L taqsim 6, ya'ni 2L taqsim 3 ga to'g'ri kelar ekan. Shunda javob D javob bo'ladi mana. 15. O nuqta atrofida aylana oladigan bir jinsiy sterjenning og'irligi 4 p ga teng. Sterjen muvozanatda bo'lsa, ipdagi taranglik kuchining kattaligi necha p ga teng deyilibdi. Xo'p, bizda taranglik kuchi mana bunday ta'sir qilardi. Hop.
deyman. Mana shunday taraning kuchi. Buni ham ikki tashkil etuvchisi bor. Birinchi tashkil etuvchisi mana bu yerdan pastga yo'naladi. Ikkinchi tashkil etuvchisi bunday gorizontal. Mana bu. Hop, mana burchak 53 gradus, undan mana bu yer 37 gradusga kelib chiqyapti. Mana bu bilan jami 45 bo'lsa, bu yog'i ham 45 bo'ladi. Demak, mana bu Tx, mana bunisi Ty bo'lsa, Tx bu T ko'paygan burchak yopishgan katet bo'lgani uchun kosinus 45. Bu degani T taqsim 2 ligini beradi. Hop, bunisi ham xuddi shunday ekan. Bu Ty ga teng bo'lib qoladimi? Chunki mana bu burchak ham jami 45 da. Shuning uchun T ko'paygan, ya'ni kosinus 45 bo'lib, T taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Hop, og'irligi 4 va o'rtasidan joyda bir jinsiy bo'lgani uchun mana bunday. Demak, kuch momentlari yozadigan bo'lsak, soat serkasi kuchlantirgan kuch momentlari bu og'irlik kuchi bilan teng niki yozaman. Demak, 4p ko'paygan 3 birlik. Hop, uni kuch yelkasi mana bu yer. Kosinus 53 gradus. Kosinus 53 gradusga nechaga teng ekan? 0.6 plus Ty, ya'ni T taqsim 2. Hop, uni kuch yelkasi demak 4 birlik ko'paygan kosinus 53, ya'ni 0.6. Endi bu barobar soat harakati qarama-qarshi yo'nalishga kuch moment, ya'ni Tx ko'paygan, Tximiz ham T taqsim 2 ko'paygan 4 birlik. Endi menga mana bu uzunlik kerak. Bu demak, hop, mana tomondan aniqlaydigan bo'lsak, 4 birlik ko'paygan kosinus 37 bo'lar ekan. Kosinus 37 gradus 0.8 ga teng. Yani kosinus 37 0.8 ga teng bo'ladi. Mana bunday. Hisoblaymiz. Demak, mana bu kelsa 1.8 7.2 p barobar bo'lyapti. Bu 2.4. Mana bu 3.2. Bu tomonga o'tsak 0.8 T taqsim 2 kelar. Bizdan taranglik kuchi so'ralyapti. Taranglik kuchi demak, mana bilan qisqartirsam bo'ladi. 9 qolyapti. 9p taqsim 2 ga teng ekan. 9 taqsim 2. Mana bu yo'lda adashib ketdik. Hop. Bu 2 ikkinchi tomon o'tgan ko'paytirib bo'ladi. Shunda taranglik kuchi 9p 2 ga to'g'ri keladi. 9.2p ga to'g'ri keladi. Shunda Y javob olsak bo'lar ekan. Keyingi masala 16. Teng bo'limli va bir jinsli X va Y eksternallardan X serjanining og'irligi 2p ga teng. Demak, bir jinsli 1 2 3 4 5 6 7 ta kadar bo'lsa, uni og'irligi mana 2p ga teng. Hop, ustma-ust qo'yilgan sterjanlar muvozanatda bo'lishi sharti bilan Y sterjanining og'irligi quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin deydi. Y ning demak og'irligi mana bu yerda pastga yo'nalgan. Y. Endi bu yerda jismlar bir-birining ustiga qo'yilganicha ular bir-biriga qandaydir kuch bilan, ya'ni reaksiya kuch bilan ta'sir qiladi. Y jism xuddi shunday ikki jismga mana bu yerda o'rtasidan bitta kuch ta'sir qilsa oson bo'ladi. Ya'ni reaksiya kuch bilan ta'sir qiladi. Xuddi shunday ikki jism ham Y ga mana bu yerda yuqoriga yo'nalgan, ya'ni reaksiya kuch bilan ta'sir qiladi. Mana bunda ham mana ekan. Ajratib qo'yaman. Hop, ikki jism uchun mana bu yerga nisbatan aylanish oqimini yozadigan bo'lsak, 2p ko'paygan. Hop, har bir kadagi uzunligini bir birlik deydigan bo'lsak 3 taqsim 2 barobar n ko'paygan 3 taqsim 2 bo'lyapti. Mana bular qisqarib ketsa n bizda 2p ga teng keladi. Endi xuddi shuni mana bu o'qqa nisbatan y jism uchun yozsak. Shunda soat serkasi qarama-qarshi yo'nalishlarning kuch momenti bu og'irlik kuchining kuch momenti. Soat serkasi bo'lib esa mana bu reaksiya kuchining kuch momenti. Shunda n yo'q. P y ko'paygan 1 barobar n ko'paygan 2,5 birlik bo'ladi. Hop, n 2p ga teng bo'lsa, bu demak 5p bo'lar ekan. Demak, p y 5p ga teng kelib chiqadi. Shunda biz S javob olsak bo'lar.